Sherobod tumanining Boyqishloq mahallasida qizlar voleyboli yil sayin yangi bosqichga ko'tarilib, yoshlar sportini rivojlantirishda ibratli tajriba sifatida e'tirof etilmoqda. Bu yerda voleybol shunchaki musobaqa emas, balki yosh avlodni jismonan baquvvat, irodali, intizomli va jamoaviy ruhda tarbiyalaydigan muhim hayot maktabiga aylangan. Muhimi mahallada yaratilgan shart-sharoitlar murabbiylarining mehnati hamda qizlarning sportga bo'lgan qiziqishi o'z mevasini bermoqda. Sherobod tumanining Boyqishloq mahallasida qizlar voleyboli so'nggi yillarda haqiqiy yutuqlar tarixini yaratmoqda. 2024-yilda mahallaning 16-21 yoshli qizlar jamoasi 5 tashabbus olimpiadasi doirasida voleybol musobaqalarining tuman va viloyat bosqichlarida mutlaq g'olib bo'lib, respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Qizlar respublikada ham munosib ishtirok etib, faxrli 2-o'rinni egalladi. Bu g'alaba ularga yana bir muhim yutuqni ham taqdim etdi. Mahallaga yangi zamonaviy voleybol sport maydonchasi qurib berildi. Bu muvaffaqiyat tasodif emasligini ortiqcha isbotlashga hojat qolmadi. 2025-yilda ham Boyqishloq mahallasi qizlari o'z mahoratini yana bir bor namoyon etib, 5 tashabbus olimpiadasining tuman va viloyat bosqichlarida ketma-ket birinchi o'rinlarni egalladi. Biz 43-maktab voleybolchi qizlari har yili yozgi ta'tilda vaqtimizni maroqli o'tkazish uchun voleybol musobaqalariga va to'garaklarga qatnashib turamiz. Bizning jamoamizda 10-12 tadan ziyod o'quvchilar mashg'ulot olib boradi. Bizning o'quvchilarimiz respublika tanlovlarda ham, sport musobaqalarida ham qatnashib, bizga ham o'rgatib kelmoqda. Mahallamiz yoshlari o'rtasida voleybol juda ommalashgan. Biz sport musobaqalarida faxrli 2-, 3- va 1-o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Mahallamiz yoshlari voleybol sport turi bilan shug'ullanib, mahallamizda maydoncha qurishiga hissa qo'shishmoqda. Bizning ham maqsadlarimiz bor. 2026-yil 5 tashabbus musobaqalariga qatnashib, mahallamizda sport maydonchasi qurishga hissa qo'shmoqchimiz. Boyqishloqlik qizlarning o'yini, tezkorligi, o'zaro hamjihatligi va har bir ochko uchun oxirigacha kurashish bilan ajralib turadi. Maydonda ularning har bir harakati puxta tayyorgarlik va muntazam mashg'ulotlar samarasi ekanini ko'rish qiyin emas. Kuchli hujumlar, aniq himoya va shiddatli kombinatsiyalar tomoshabinlarni befarq qoldirmaydi. Eng muhimi, bu g'alabalar boshqa qizlar uchun ham katta motivatsiya bo'lmoqda. Haftada 4 kun shug'ullanamiz. Ertalab qizlar, kechqurun o'g'il bolalar shug'ullanib kelyapmiz. Viloyat chempionlari yetarlicha. Endi maqsad qo'yganmiz, O'zbekiston chempioni, olimpiada chempionlarini chiqarish niyatimiz bor. Hozir sportga e'tibor yaxshi bo'lyapti. Chekka qishloqlarga ham sport anjomlari ancha yaxshi yetib kelyapti. Hozir bu qizlarning yutug'i nimada? Yutug'i o'zini intilishi yaxshi. Hozir musobaqalarga muntazam qatnashib kelyapti, chempion bo'lib kelyapti. Bugun Boyqishloqda yuzlab qizlar sport bilan muntazam shug'ullanishga qiziqish bildirmoqda. Yangi sport maydonchasi esa nafaqat chempionlarni tarbiyalash, balki yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Qo'shimcha maydonchalar yutganligimiz evaziga yoshlarimizni safi ortayapti, shug'ullanishi ortayapti, qiziqishlari har xil yo'nalishlar bo'yicha o'zlarining iqtidorlarini namoyish qilyapti. Ikkita maydonchamiz qurib bitkazildi, uy topshirildi. Yoshlarimiz undan samarali foydalanyapti deb o'ylayman. Boyqishloq mahallasining tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, imkoniyat va ishonch berilgan joyda yoshlar katta natijalarga erisha oladi. Bu yerda voleybol shunchaki o'yin emas, u mehnat, intilish va g'alaba madaniyatiga aylangan.